Davom etamiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi doimiy koordinatori Sabina Maxil boshchiligidagi delegatsiya Buxoro viloyatida bo'ldi. Mehmonlar 2 kun davomida xalqaro tashkilot tomonidan moliyalashtirilgan 10 ga yaqin loyihalarning amalga oshirilishi va ularning natijadorligini tahlil qildilar. Tashrif davomida xalqaro tashkilot mas'ullari viloyatda oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti tomonidan qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, tuproq unumdorligini oshirish va iqlim o'zgarishiga chidamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha Buxoro tumanida bajarilayotgan ishlar natijadorligini ko'zdan kechirishdi. 2021-yildan buyon FAO tashkiloti bilan birgalikda prezidentimiz aytganlaridek ilmiy yondashib dehqonchilik ishlarini, chorvachilik, dehqonchilik ishlarini olib boryapmiz. Bular bilan ishlab turibmiz 4-5 yildan buyon. Xudoga shukr, mana bu yerlarimizni Balbantetini tuproqshunoslik institutlaridan ham kelib tekshiradi. Kamida 10-12% Balbanteti ko'tarildi. Juda ham dehqonlarga endi dolzarb mavzu desak bo'ladi shu kecha kunduzda. Yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lidagi islohotlar barqaror rivojlanish maqsadlariga to'liq mos ravishda olib borilmoqda. Buni mehmonlar viloyatdagi ta'lim tashkilotlari, sog'liqni saqlash muassasalari va boshqa bir qator ijtimoiy obyektlarga tashrifi davomida alohida ta'kidlashdi. Men bugun Buxoro viloyatidagi tashrifim davomida Birlashgan Millatlar Tashkiloti idoralari vakillari bilan birga 10 ga yaqin turli amalga oshirilgan loyihalarni ko'zdan kechiryapman. Bu joyda barcha ishlar belgilangan talablar asosida amalga oshirilgan. Tashkilotimizning ixtisoslashgan idoralari moliyalashtirgan har bir loyiha istiqbolda aholi farovonligini ta'minlashga xizmat qiladi. Hamkorlarimiz har bir ishni bajarishda shu jihatlarga alohida e'tibor qaratgani bizni juda xursand qildi. Mazkur tashrif davomida Birlashgan Millatlar Tashkiloti doimiy koordinatori ta'lim, sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi va ekologiya yo'nalishlarida yangi loyihalarni amalga oshirish bo'yicha galdagi ustuvor vazifalarni ham belgilab oldi.